Assalomu alaykum do'stlar, barchangizdan kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlarga hikoya yo'nalishida ishlaydiganlarga yoki hikoya yo'nalishiga qiziqadiganlar uchun ajoyib bir master promptni, tayyor qilingan promptni bonus qilib bermoqchiman. Qisqacha ushbu prompt haqida gapiradigan bo'lsam, bu promptimiz psevdohujjatli psixologik hikoyalarni yaratadi. Bunday hikoyalar ichki hisobot sifatida, o'z hayotiga nisbatan moliyaviy tekshiruv sifatida, oilaga nisbatan sovuq ayblov sifatida yoki xiyonat sifatida yoritib beriladi. Bunday hikoyalar drama emas, fojia ham emas, og'riq haqidagi hikoya ham emas. Bular juda kech anglangan hisob-kitob xatosi haqidagi hikoyalar bo'ladi. Ya'ni odam o'zini xatolarini anglab, ushbu fikrlari bilan hikoyalarda o'rtoqlashadi. Bu prompt bilan ishlash juda oson. Shunchaki ChatGPTni ochasiz va ushbu promptni chatga yuborasiz. Bu yerda nimalar yozilgan? Mana rol berilgan, sen professional yozuvchisan, ssenariy yozadigansan, mana yozadigan uslublari. Bu yerda ingliz tili, agar siz boshqa tilda yozdirmoqchi bo'lsangiz, shu yerga yozasiz. Rus tili yoki boshqa tili deb. Mana shunaqa hikoyani stillari qanday yozish kerak, xarakter, ya'ni hikoyamizda qatnashadigan odamlarni xarakterlari, yoshlari, muammolar, qanday muammolar yoritiladi, qanday struktura asosida yaratiladi, qanday jarayonlar bo'ladi, hammasi mana shu promptning ichiga kiritilgan. Buni yozganimizdan keyin jo'natish bosiladi. Biroz kutamiz. Mana ssenariyimiz, hikoyamiz yozib boshlandi. Bu hech qanday birovni hikoyasiga o'xshatib yozilmaydi. Birovni videosidan tekst olib, unga qarab generatsiya qilinmaydi. Shunchaki biza asosiy konstant qoidalarni promptga kiritganman. O'sha prompt orqali u chiqazib beradi endi. Mana. Bu endi qancha simvol bo'ldi, hozir hisoblab ko'ramiz. Bu yerdan kopiya qilib olamiz va bu yerga tashlaymiz. Hisoblashni bossak 4500 simvol. 4 daqiqalik bitta hikoya. Xohlasak mana shuni o'zini uzaytirib olishimiz mumkin. Keyinchalik xohlasak mana shunaqa qilib 3 ta hikoya yozdirib bitta videoga joylasak yoki 2 ta hikoya yozdirib bitta videoga joylasak, ana 8-9 daqiqalik video bo'ladi. Bu har safar har xil yozadi. Bu yerga yana yozishimiz mumkin. Agar ikkinchi hikoyani yozdirmoqchi bo'lsak, yana bir hikoya ber deb yozamiz. Mana ikkinchi hikoyamizni yozib boshladi. Xuddi o'sha promptga asoslangan holda u esida qoldiradi. Sizlarga buni sal uzaytirishni ham ko'rsatib beraman. Mana endi buni hisoblab ko'ramiz. Qancha ekan? $4600. Endi yana bitta hikoya yozdiramiz. Yana bir hikoya 10.000 simvol bo'lsin dedim. Ko'ramiz. Endi 10.000 ga bormasligi ham mumkin, 8-9 bo'lar. Ko'ramiz. Xohlasangiz oldingi uslublarga o'xshatib, buni hikoyani bo'limlarga bo'ldirib olib, ularni keyin boshqatda yana uzaytirib chiqishingiz mumkin. Masalan, mana shu bo'limni olib, qancha bo'ladigan bo'lsa, shuni uzaytirib ber desangiz, kengaytirib beradi. Mana hozir bu hikoyamiz tayyor bo'ldi. Uni ham o'lchab ko'ramiz. Saytlarni qoldiramizga. 6000 simvol bo'ldi mana. Boyagidan uzunroq bo'ldi. 10.000 degan bilan 10.000 yozmaydi baribir. Mana shunday qilib hikoyalarni yaratsangiz bo'ladi. Hikoyaga kirish uncha qiyin emas. Prosta o'zingizga kerak mavzuni topib olishingiz kerak. Buning ichiga kiritilgan mavzular, boya aytganimdek, juda kerakli hayotiy mavzular.
oilaviy munosabatlar, xiyonat, boshqa mana shu master promptni agar tarjima qilib o'qib chiqadigan bo'lsangiz, bilib olasiz. Buni yaxshilash, buni sifatini oshirish kerakmaydi. Уже maksimal darajada bu sifati oshirib, yaxshilangan temalar hammasi tanlab qo'yilgan. Buni hozir o'zgartiraman, sifatini oshiraman, mavzuni o'zgartiraman desangiz, prompt o'zgarib ketib, xato ishlaydigan bo'ladi. Promptni shu turishcha ishlatishingizni tavsiya qilaman. Ushbu darslik Privatga guruhimiz ishtirokchilari uchun maxsus tayyorlangan edi. Sizlarga ham shu darslikni ilinishga qaror qildim. Foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, reaksiya bildirib, fikrlaringizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.